Yo'l ukam biza uchun chempion. O'zbekiston uchun chempion. O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni sevamiz. Poddeshkalaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Jigarlar, assalomu alaykum. Bugun Oktagon ligada Shahzod o'rtog'im boy qildi. Yutish uzuq hammasi Allohdan, sababini qildi. Alloh taqdiriga shunaqangi mag'lubiyat yozdi. Lekin biz yonidamiz, O'zbekiston yonida. Bugun yutqizsa, ertaga yutadi inshaalloh. Nimakidir bor ekan hayotida, yaxshi yomon o'shani ajratib olish kerak ekan. Xudoyam ko'rib turib, bilib turib o'sha narsani berdi. To'g'ri qabul qilasizlar, inshaalloh yana kuchli bo'lib qaytadi, xudo xolasa. To'g'rimi, doda? Kuchli bo'lib qaytadimi, xudo xolasa? Duo qilib turing. Assalomu alaykum O'zbekiston. U faqatgina stoyga ishlayman degandi. Menga kurash yo'q, parter yo'q. Uni yaxshi bilasizlar. Agar qo'llaringdan kelsa, mabodo ertaga qaysi jangchi mag'lub bo'ladimi, jarohat olib qoladimi, Xudo ko'rsatmasin. G'alaba qozonganda qanday qo'llab-quvvatlasanglar, u mag'lub bo'lgandan keyin ozgina ko'nglini ko'tarib qo'yinglar.